Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Mana bugungi darsimiz oddiy kasrlar va ular ustida amallar haqida bo'ladi. Biz bu mavzuda kasrlarni necha yuzinchi yilda fanga kim olib kelgani, ya'ni qaysi yillarda olib kelingani biz unaqa narsalarni tanishmaymiz. Kasrlar haqida o'zi nimaligi haqida bir qisqacha tushuncha olamizda, kasrlar turlar va ular ustida amallarni ko'ramiz. Ya'ni ular ustida amallar ko'rganda 5-sinfga bog'liq holatdagi sonlarni ko'ramiz. Ya'ni Mahraj haqli kasrlar endi u 6-sinfga o'tib ketadi. 5-sinfga bog'liq joyini ko'ramiz, qolgani 6-sinfga qoladi. Xudo xolasa 6-sinf darsiga o'tamiz qolgani. Kasr o'zi nima? Kasr kasra so'zidan olingan bo'lib, urush degan ma'noda aytadi. Kelinglar, bitta misol yozaman mana. Bitta to'rt mana. 4 ga bo'ldik. To'rtimizni umumiy 4 bo'lakdan iborat bitta to'rtimizni bir bo'lagini oldik mana. Ishtahlab qo'yapman, uni oldik deb tushunaveramiz. Jami 4 bo'lak. Jami nechta bo'lakligini pastga yozamiz ekan. Mana bu chiziqda o'zi olinganini suratga yozamiz ekan. Bu narsani biz aytishimiz mumkin. Mana bu chiziq kasr chizig'i. Kasr chizig'ini tepasida surgan son kasrning surati. Kasr chizig'ini pastda turgan son kasrning mahraji deyiladi. Keyin ushbu kasrni o'qiylik. 1/4 deb o'qishimiz mumkin. Mana bu taqsim belgisi. 1/4 deb o'qishimiz mumkin yoki 4dan 1 deb o'qishimiz mumkin. Bu holda mana senga aytsamda, butun boshi 4 ta qancha qismini olding desam, nima deb javob berasan hozir? 4dan 1 qismini. Ya'ni 4dan 1 ulushini degan ma'noda ketyapti. Xo'p, umumiy holatda kasr chizig'i mana bu chiziq. Kasr chizig'i tepasida turgan so'ng kasrning surati, kasr chizig'i pastda turgan so'ng kasrning mahraji deyiladi. Oddiy kasrlar 3 ta turga bo'linadi. To'g'ri kasrlar, noto'g'ri kasrlar, aralash kasrlar. To'g'ri kasrlarda shunday kasrlarga aytiladiki, kasrning mahraji suratdan ko'ra kattaroq bo'lgan kasrlarga aytiladi. E'tibor qilayotgan bo'lsanglar, 1/2. Ya'ni kasrimizni mahrajda kattaroq son turibdi. 3/4. Kasrimiz mahraji suratiga qaraganda kattaroq. Bunday kasrlar to'g'ri kasrlar bo'ladi. Noto'g'ri kasrlar. Noto'g'ri kasrlar kasrning mahraji suratdan ko'ra kichikroq bo'lgan kasrlar yoki kasrning surati va mahraji teng bo'lsa ham bu kasrlarimiz demak bizda to'g'ri kasrlar bo'laverar ekan. E'tibor qilayotgan bo'lsanglar, mana shu to'g'ri kasrlarni shuni aylantirib qo'ydim, e'tibor qilayotgan bo'lsanglar. To'g'ri kasrimizni teskarisiga qilib qo'ysak, bu kasrimiz noto'g'ri kasrlar bo'lar ekan. Aralash kasrlar deb shunday kasrlarga aytiladiki, kasr butun qismi va kasr qismidan tashkil topgan bo'lsa. Ya'ni kasrimiz butun qismi ham mavjud bo'lishi kerak. Aralash kasr bo'lish uchun. Bu kasrimizni o'qishimiz mumkin ekan 1/2 dan 1, 2/4 dan 1, 5/2 va hokazo. Ya'ni butun qismi va kasr qismidan tashkil topyapti. Ana endi kasrlar taqqoslash. Bir taqsim 4, 2 taqsim 4. Kasrlarda mahraji bir xil bo'ladigan bo'lsa, qaysi biri surat katta bo'lsa, ashingiz kattaroq bo'ladi. Demak, bunisi kattaroq bo'ladi. Bunda katta surati, demak bu kasrimiz katta. Yoki 3 taqsim 9, 2 taqsim 9. Kasrimizning mahrajlari bir xil, suratlari har xil. Qaysi birida surat katta bo'lsa, endi shunisi son, endi kattaroq son. Demak, bu sonimiz, ya'ni bu kasrimiz kattaroq ekan bunga qaraganda. Ana endi bizda doim mahrajlar bir xil bo'lavermaydiganda, endi suratlar ham bir xil bo'lishi mumkin ekan. 10 taqsim 3, 10 taqsim 2. Kasrimizni suratlari bir xil bo'ladigan bo'lsa, mahrajga qaraymiz ekan. Mahrajda qaysi birida kichkina son tursa, shu kasrimiz ya'ni kattaroq son bo'lar ekan. Bu kasrimiz demak bunga qaraganda kattaroq son. 25 taqsim 3, 25 taqsim 20 deylik mana. E'tibor qilayotgan bo'lsanglar, suratlari bir xil, mahrajlari yana har xil.
mahraji kichiga kattaroq son. Tushunyapsizlarmi? Yaxshi. Ana endi kasrlar ustamadi. Keyinlar mahraj bir xil bo'lgan kasrlar qo'shamiz hozir. Misol yozaman mana. 1 taqsim 4 ga qo'shamiz 3 taqsim 4. Kasrimizni mahrajlari bir xil bo'ladigan bo'lsa, suratlarni qo'shib qo'ysak bo'ldi ekan. Bu kasrimizni qo'shishimiz uchun umumiy bitta kasrga olamiz. Mahrajlar 4 dan. Buni suratda 1 turibdi, 1 yozaman. O'rtada qo'shuv amal bor. Qo'shuv amal yozaman. Keyingi kasr suratida 3 turibdi, 3 yozaman. 1 ga 3 qo'ysak, 4 taqsim 4 degan javob bo'lar ekan. E'tibor qilayotgan bo'lsanglar, shunchaki biz 1 ga 3 qo'shdik xolos, kasr qo'shayotganimiz. Mahrajlari bir xil, suratlarni qo'shib qo'ydik bu. 2 taqsim 9 qo'shilgan 5 taqsim 9. Mahrajlar bir xil, bitta kasrga olaman. Ana endi 2 ga 5 qo'shib qo'yishim qoldi xolos. 2 ni yozyapman mana. O'rtada qo'shuv amal bor, qo'shuv amal yozdim. Agar ayru amal bo'lganda, ayruni qo'ygan bo'lardim menga. Agar bu yerda minus bo'lganda, menga minus qo'ygan bo'lardim. 2 plus 5. 2 ga 5 qo'ysam 7, mahrajda 9. Chiqqan javobimiz 7 taqsim 9 yoki 9 dan 7 bo'lishi mumkin ekan. Ikki bitta narsa ikki xil holatda o'qidik. Xo'p, ana endi ayrishga doir ko'raylik. 10 taqsim 20 ayrilgan 7 taqsim 20. Kasrimizni e'tibor qilayotgan bo'lsanglar, mahrajlari bir xil, suratlari har xil. Bizda mahraj bir xil bo'lishi yetarli. Mahrajlar bir xil. Bitta umumiy mahrajga olib yozib olamiz. 10 da yozamiz mana. Bu suratda nechta turgan bo'lsa shuni yozamiz. Birinchi o'rtada ayru amal bor. B ga qo'yaman ayru amal. Ayramiz 7 ni. 10 dan 7 ni ayirsak 3 taqsim 20 degan javob bo'lar ekan. Ana endi noto'g'ri kasrlar demaylik. 25 taqsim. Hop. 4 ayrilgan 21 taqsim 4 mana. Mahrajlar bir xil. Umumiy bitta mahrajga olib yozib olaman. Suratlarni ayirib qo'ysam bo'ldi. 25 ayrilgan 21. 25 dan 21 dan ayirsam 4, mahrajda 4. 4 taqsim 4 degan javob bo'lar ekan. Ana endi navbatdagi misollar. 1 butun 12 dan 1 qo'shilgan 2 butun 12 dan 1. Aralash kasrni aralash kasrga qo'shaylik. Aralash kasrlarimizni qo'shishimiz uchun bu kasrlarimizni noto'g'ri kasrga o'tib olishimiz kerak. Ikkita usulda qo'shish mumkin. Ikkala usuldan ko'ramiz hozir. Noto'g'ri kasrga o'tib olaylik. Bu kasrimizni noto'g'ri kasrga o'tish uchun 12 ni o'zini yozib olamiz. Butun qismiga mahrajda turgan son butun qismimizni ko'paytirib suratdan qo'shib qo'yishimiz qoldi xolos. 12 ko'paygan 1 qo'shilgan 1. Mahrajda turgan sonni butun qismiga ko'paytirdik va suratini qo'shib qo'ydik. Qo'shilgan mahrajda 12 turibdi. 12 ko'paygan 2. Butun qismiga ko'paytiramiz va chiqqan javobni chiqqaniga 1 qo'shib qo'yamiz. 12 ga 1 ko'paytirsam 12, 1 da qo'shsam 13. 13 taqsim 12 qo'shilgan. 12 ni 2 ga ko'paytirsak 24, 24 ga 1 qo'shsak 25 taqsim 12. E'tibor qilayotgan bo'lsanglar, biz bilgan oddiy kasrlarni qo'shishga o'tib qoldi. Noto'g'ri kasrlarni qo'shishga o'tib qoldi. Biz bu yerda ko'rdik bunga o'xshagan misol. Mahrajlari bir xil. Mahrajini yozib olaman. Uni bittaga olamiz. 13 qo'shilgan o'rtaga qo'shuv amal bor. Qo'shuvda yozma. Agar ayru bo'lganda ayruda yozgan bo'lardim. Qo'shilgan 25. 13 ga 5 qo'ysak, ustun shaklda qo'shishinglar mumkin. 38 taqsim 12. Ustun shaklda qo'ysanglar 38 chiqadi. Endi shu misolimizni bu A usuli deyiladi, birinchi usul. Bunda B sanaladi, ikkinchi usulda ko'raylik. Xuddi shu misolimizni ikki xil usulda ishlaydi.
butun va kasr qismlarni ajratib yozib olamiz. 1 qo'shilgan 1 taqsim 12. E'tibor qilayotgan bo'lsanglar, mana shu narsani o'rtasiga plyus qo'yib olishinglar mumkin bemalol. Qo'shilgan mana bu narsani 2 qo'shilgan 1 taqsim 12. 1 ga 2 ni qo'shamiz. 3. 1 ga 2 ni qo'shsak 3. 1 taqsim 12, 1 taqsim 12 ni qo'shamiz. 2 taqsim 12. E'tibor qilayotgan bo'lsanglar, mana bu joyda o'rtada plyus amal yo'q edi, o'zimiz qo'yib oldik. 1/12 dan 1 1 qo'shilgan 12 dan 1 qilib oldik. Endi mayda mana qarasi turibdi-da. 3/12 dan 1 qilishimiz mumkinmi? Ya'ni borish qaytishga teng narsa. Ya'ni borib oldik bitta yo'l bilan shu yerga qaytishimiz ham mumkin. Mana bu narsani 3/12 dan 2 qilib yozishimiz mumkinmi hozir endi bu yerda? 12 ni 3 ga ko'paytirsak 12 ko'paygan 3 qo'shilgan 2. 12 ni 3 ga ko'paytirsak 36, 2 qo'shsak 38 taqsim 12 degan javob bo'lar ekan. Ikkala usulda ham javobimiz bir xil chiqdi. Bu birinchi usuli, noto'g'ri kasrga o'tib qo'shamiz, aralash kasrlar qo'shishda. Ikkinchi usuli, butun va kasr qismlarni alohida ajratib olgan holatda, ya'ni butun va kasr qismlarini ajratib olgan holatda qo'shdik. Bu ikkinchi usul. Bir qo'shilgan 5 qo'shilgan 2 taqsim 5 qo'shilgan 7. Bu kasrimizni hisoblashimiz uchun, ya'ni shu ifodamizni hisoblashimiz uchun birinchi bir qo'shib olamiz. 3 taqsim 5 tushunaverdinglar endi birdaniga. Jo'ri ham oldik ancha. Plus 7. Mana shu narsani o'rnashtirib yozishim mumkinmi hozir? O'rnashtirib. 7 plus 3 taqsim 5. Ana endi aytdim. Biz mana bu ifodadan bunga yetib oldikmi? O'rtasida qo'shib olib turgan bo'lsa, butun son va kasr son bilan o'rtada qo'shib olib turgan bo'lsa, bitta yozishimiz mumkinmi ekan? Bu yerdan buni bitta yozib olamiz. 7/5 dan 3 yoki 3 taqsim 5. Javobimiz shunaqa qolishi ham mumkin. Bu ham to'g'ri javob yoki noto'g'ri kasrga o'tib qo'ygan bo'lishi ham mumkin. Noto'g'ri kasrga o'tsak 5 mahraj turibdi. 7 ga ko'paytirsak 35, 3 qo'shsak 38. 38 taqsim 5 degan javob bo'lar ekan. Ana endi kasrlarni ko'paytirish bo'lish. Keyin mana shu ikkita kasrni ko'paytiraylik mana. 1 taqsim 2 ko'paygan 1 taqsim 3. Bu kasrimizni ko'paytirishimiz uchun, ya'ni bu kasrlarimizni ko'paytirishimiz uchun suratiga mahrajni ko'paytirsak bo'ldi ekan. 1 ga 1 ko'paytirsak 1 ko'paygan 1 mana keyingi yangi kasrimizni suratida 1 ko'paygan 1, mahrajida 2 ko'paygan 3. Ya'ni mana ko'paytma ikkala olgan ta'sir qilar ekan. Mahrajlar bir xil yoki suratlar bir xil bo'lishi shart emas. Shunchaki ko'paytirsak bo'ldi. 1 taqsim 6 degan javob bo'lar ekan. Keyingisi 1 taqsim 4 ko'paygan 8 taqsim 9. 1 ga 8 ko'paytiramiz. 1 ko'paygan 8, mahrajda 4 ko'paygan 9. 8 kere 1 8, 4 kere 9 36. 8 taqsim 36 degan javob bo'lar ekan. Kasrlarni ko'paytirish shu tartibda, ya'ni suratiga, mahrajiga ko'paytirsak bo'ladi. Endi kasrlar bo'lishga davom etamiz. 1 taqsim 9 bo'lingan 3 taqsim aytaylik 20. Bu kasrlarimiz, ya'ni bu bo'linmani biz bajarishimiz uchun mana bu narsani ko'paytirib o'tkazib olishimiz kerak ekan bo'linmani. 1 taqsim 9 ko'paygan 20 taqsim 3. Mana e'tibor qilayotgan bo'lsanglar, bo'linmani ko'paytmay o'tkazib oldim. Faqat mana bu narsani surat mahrajini o'rnini alishtiradi. Oyog'ini osmonda qilib qo'ygan, teskari qilib qo'ydi shu. 20 taqsim 3. Ana endi 1 ko'paygan 20. 20, 3 kere 9, 9 kere 3, 27. 20 taqsim 27 degan javob bo'lar ekan. Ana endi keyingi savol 5 taqsim 20 bo'lingan 50 taqsim 25.
o'rinlashtiramiz. 5 taqsim 20 ko'paygan 25 taqsim 50. Mana bu narsani o'rinlashtirib, ya'ni bo'linmadan keyin, ya'ni umum tarafda turganini o'rinlashtirib ko'paytirib o'tkazib olgan. 5 kere 25 125, 20 ko'paygan 50. Hop, 10 ko'paytirsam 500 1000. 125 taqsim 1000 degan javob bo'lar ekan. Ana endi aralash kasrlarni bo'lishni ko'raylik. 1/3 dan 1 bo'lingan 1/5 dan 2 aytaylik mana. Ikkala kasrimizni shu turishda bo'lib qo'ya olmaymiz ekan. Ikkalovini noto'g'ri kasrga o'tkazib, keyin bo'lamiz ekan. Bu narsani 3 ko'paygan 1 qo'shilgan 1. 3 ni 1 ko'paytirsam 3, 1 qo'shsam 4 bo'lingan. Mahrajda 5 turibdi. 5 kere 1 5, 2 qo'ysak 7. Mana bu narsani o'rnashtiramiz. 4 taqsim 3 ko'paygan 5 taqsim 7. Suratdan suratiga, mahrajiga 20. 3 kere 7 21. 20 taqsim 21 degan javob bo'lar ekan. Umumiy holatda mavzuyimiz shu narsalardan iborat. Ushbu savollar sizlarga uyga vazifa bo'ladi. Uyda mustaqil ishlab ko'rasizlar. Ichlarida agar kimdir aytish mumkin, domla ko'proq savol yozgan bo'lganda ishlagan bo'lardim videolar uchun sizlar maktab darslik 5-sinf kitobdan savollarni olib ishlashingiz mumkin. E'tibor berish uchun rahmat.